Bir ticaretçi yoki sizlardan biringlar 10 million qarzga bo'g'ilib qoldinglar. Uy mulkinglar musodara qilinib, sotlanish yoki turmaga tashlanish xavfi beshinglarda soy bo'lib turibdi. Ondan ma'lum biri kelib, duo uchun ko'kka ko'tarilgan qo'llarimiz, duo qilib titrab ketgan lavlarimiz, shundoqla yuqoridagi bo'shliqqa emas, balki arishning egisiga yuzlangan duolarimiz, shundoqla bu muborak oyda mag'firat fursatlari shuncha ko'p turuqliq, uningdan nasibisini ololmaganlar haqiqatan cho'ng ziyon tortgan bo'ladi. İçinip dozaq mahkam taqilib yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon ibodatda usul ko'p fazilatga boy. Ramazon Alloh taolo bizlarga ato qilgan alohida bo'lgan mag'firat mavsumi. So'zimni bir misol keltirish bilan boshlay. Bir tijoratchi yoki sizlardan biringlar 10 million qarzga bo'g'ilib qoldinglar. Uy mulkinglar musodara qilinib, sotlanish yoki turmaga tashlanish xavfi beshinglarda soy bo'lib turibdi. Ondan ma'lum biri kelib, sen faqat 30 kun ma'lum bir ishni qilsanglar, bu qarzlarning hammasidan qutulasan desa, qanday qilar edinglar? Bundaq fursatni rad qildigan odam chiqami? Albatta chiqmaydi. Aziz qarindishim, Ramazon mana mushundaq ulug' bir fursat. Allah Taala bizning ma'naviy qarzlarimizni, ya'ni gunohlarimizni yuyish uchun bu Ramazonda 4 oltin fursatni ato qildi. Diqqat qiling. Birinchi fursat iymon va ixlos bilan ro'za tutish. Kimiki bu oyda Allohga iymon keltirib, uning amrlariga bo'ysunib, Allohdan savob umid qilib, ochliq va usuzlikqa sabr qilib, butun a'zolari bilan ro'za tutsa, uning gunohlari mag'firat qilinadi. Bu haqda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam "Man soma Ramazona imanan va ihtisaba g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi." Kimiki Ramazon ro'zasini iymon va savob umid qilish bilan tutsa, uning ilgirki gunohlari mag'firat qilinadi degan. Mana bu ilgiri qilib solgan gunohlarimizning hammasini poklash fursati. Ikkinchi fursat iymon va ixlos bilan qiyomda turish. Agar birinchi fursatni qo'lingizdan chiqarib qo'ygan bo'lsanglar, hargizmi ansirmanglar. Yana bir fursat bor. U bo'lsa-mu kechilik ibodat, ya'ni tarovih, tahajjud namozlari. Ya'ni payg'ambarimiz bizga "Man qoma Ramazona imanan va ihtisaba g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi." Kimiki Ramazonda iymon va ixlos bilan qiyomda tursa, uning ilgirki gunohlari kechirim qilinadi degan. Shunga masjidga borayli, tarovih namozlariga qatnashayli, kechida tahajjud namozlarini o'qayli. Allohning mag'firatiga erishishning bu fursatini hargizmi qo'ldan berib qo'ymayli. Garchi kunduzlari herib charchagan bo'lsaqmi, qiyomning mushaqqatiga sabr qilayli. Alloh tayyorlab qo'ygan mag'firat va savobga ishonch qilayli va uni o'ylayli. Shundala Allohning mag'firatiga erishalaymiz. Uchinchi fursat qadr kechisida iymon va ixlos bilan ibodat qilish. Aziz ro'zador qarindishim, agar siz hurliq yoki beparvolik va yoki boshqa sabablar tufaylidan Ramazonning kechalarida ibodat qilolmagan bo'lsangizmi, gunoh va xatoliklaringizning kechirim qilinishi uchun yana bir oltin fursat oldingizda turibdi. Bu haqda hadis sharifda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bizga "Man qama laylatul qadri imanan va ihtisaba g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi." Kimiki qadr kechisida iymon va ixlos bilan ibodat qilsa, uning ilgirki gunohlari kechirim qilinadi degan. Bu kecha mana shundoq ulug' bir kecha. Yaxshiliklari nihoyat ko'p bo'lgan bir kecha. Alloh subhanahu va taolo uni Ramazonning oxirgi 10 kunining ichida yushirgan. Shunga bu muborak kechada qilingan ibodat 1000 oylik ibodatdan afzal. Demak, bu kechani iymon va ixlos bilan ihyo qilgan kishining ilgirki gunohlari kechirim qilinadi. Shundoqla bu Ramazonning eng qimmatli fursatlaridan yana biri yana mushu kecha. Shunga Ramazonning oxirgi 10 kunining birini qo'ldan berib qo'ymaylik qarindoshlar. 4-chi fursat duo qilish. Aziz qarindishim, Allohning rahmatidan hargizmi umid uzmang. Bu Ramazonda bizga berilgan eng qudratli fursatlarning yana biri duo. Duo uchun ko'kka ko'tarilgan qo'llarimiz, duo qilib titrab ketgan lavlarimiz, shundoqla yuqoridagi bo'shliqqa emas, balki arishning egisiga yuzlangan duolarimiz ijobat bo'ladi. Şun ro'zadorning duosi ijobat bo'lganligi haqida payg'ambarimiz 3 kishining duosi rad qilinmaydi. Ro'zadorning iftor qilg'uchi qilgan duosi, odil imomning duosi, shundoqla zulmga uchirg'uchining qilgan duosi degan. Shunga ro'zador iftor qilg'uchi bo'lgan orliqda duo qilish kerak. Ibn Umar radhiyallohu anhu iftor qilishning oldida Allohumma ya wasi'al maghfira
ig'firli. Ey mag'firati osmon zimindinmi kengri bo'lgan Alloh, meni mag'firat qilgin deb duo qiladi. Demak, gunohlaringiz qancha cho'ng bo'lishidan qat'iy nazar, bu fursatlarni qo'ldan bermasingizlar, gunohlaringiz mana mushu ulug' Ramazonda mag'firat qilinadi. Ammo buning bir sharti bor. U bo'lsa-mu, bu muborak oyni Alloh xohlagandek, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ko'rsatgandek ro'za tutish bilan o'tkazishingiz kerak. Ya'ni telefon o'ynash yoki televizor tomosha qilish bilan emas, ibodat bilan. Odat bo'yicha emas, chin ixlos bilan. Gunoh qilish bilan emas, taqvodorlik bilan. Allohdan yuz o'rish bilan emas, balki Allohga yuzlanish bilan o'tkazishingiz kerak. Shundaqla bu muborak oyda mag'firat fursatlari shuncha ko'p turuqliq, uningdan nasibisini ololmaganlar haqiqatan cho'ng ziyon tortgan bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom bu haqda Ramazon oyi kirib, uningdan mag'firat qilinmay chiqib ketgan kishining burni to'pilab ketsin degan. Payg'ambarimizning bu so'zi bu fursatlarning qanchalik muhimligini ta'kidlab berdi. Alloh bizni bu muborak Ramazonda barliq ilohiy fursat va in'omlarni g'animat bilib, barliq gunohlarimizdan mag'firat qilingan holatda chiqqanini nasib qilsin.